Husanovning o'yinlarini. U Cityda misrlik Umar Marmush bilan o'ynaydi. O'rtoqlar, hozir biz misrlik do'stlarimizni ko'rib qoldik va ulardan Liverpool va Muhammad Salohni Liverpooldan ketgan haqida bir og'iz so'raymiz. Assalomu alaykum, Razil aka. Do'stim, Muhammad Salohning performansi haqida nima deya olasan va uni Liverpooldan ketgani seni qanchalik qayg'uga soldi? Salohning o'yini juda ham ajoyib. Hozirgi kunda u eng zo'r futbolchilardan biri va ko'plab gollar urgan. Uning o'yinlarini 2018-yildan beri ko'raman. Romadan aynan Liverpoolga o'tgan vaqtdan beri desa ham bo'ladi. Va juda ham fantastik futbolchi u. Do'stim, o'zi sen ham Salohga juda ham o'xshar ekansan, a? Yo'q, unga uncha o'xshamayman. Lekin uni juda ham sevaman. U juda ham talantli futbolchi. Hozirgi kunda O'zbekistonni jahon chempionatida kuzatmoqdaman. Ayniqsa Husanovning o'yinlarini. U Cityda misrlik Umar Marmush bilan o'ynaydi, ya'ni bizning yurtimizdagi Marmush. Keyingi O'zbekistonning o'yini qachon? Portugaliyaga qarshi 23-iyunda bo'ladi, do'stim. Ha, bo'ldi. Men ko'raman va O'zbekistonga omad tilab qolaman.